Qaranglar, hozir bitta mujik Instagram video qo'ygan va o'sha qo'ygan videoni ko'rib bitta mujik unga video qilgan va video qilganini ko'rib yana bitta mujik video qilganda o'sha mujik qo'ygan videoni ostilariga ham ko'rsatmoqchiman. Oxirigacha ko'rsanglar tushunasizlar. Qani ketdik. Bitta mujikka Instagramga qo'ygan videosini ko'rgan yana bitta mujik unga video qilgan va u videoga yana bitta mujik video qilgan va men o'sha mujikka videosini sizlarga ham ko'rsatmoqchiman. Bitta mujikka Instagramga qo'ygan videosini ko'rgan yana bitta mujikka men ham videosini ko'rganimdan keyin u tavsiya qilgan mujikka men ham sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Asror Iskandarovning mana shu videolarini ko'rganimdan keyin men o'zimni ham profilimda eksperiment qilib ko'rishga qaror qildim. Hozir men zakriy profil qilib, aytganlaridek qilib, mana shu videoni sirasi joylayapman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz nima haqida aytayotganimni bilasiz. Zo'r lifehack o'rgatib qo'yaman hozir. Profiliga ancha vaqtdan beri kontent qo'ymaydi, lekin o'sha profilni yana yuritib ketmoqchi bo'lgan odamlarga Instagram algoritmiga refresh berib yuborishni o'rgatib qo'yaman. Yuritilmayotgan akkaunt nastroykasiga kiriladi. Profil agar professional akkaunt bo'lgan bo'lsa, обычный akkauntga o'tkaziladi va u profil zakrit qilinadi. Bir kun zakrit bo'lib turadi. Va profilni qaytadan ochib, agar o'sha личный profil bo'lsa, professional avtorskiy akkauntga o'tkaziladi. O'sha kunning o'zida kontent qo'yiladi. Statistikaga yengillanadi va xuddi shunaqa holatda qo'ygan kontentingiz birga ketish potensiali juda yuqori bo'ladi. Boks bo'yicha trenerimda xuddi shunaqa 8 mingtacha GV'dan qo'shilgan nakrutkali akkauntlar bor. O'sha profilni o'ziga kontent qo'yib olganmiz. Xuddi shu taktikani qilganmiz. Shunda profilga refresh berib turib, o'sha kunning o'zida bitta video chiqarib olganmiz. Bir kunda 1 million 300 ming prosmotr. Ko'r bo'lgan bo'lsangiz videoga like bosingda, istoriyamga kiring. O'xshadimi, o'xshamadimi javobini aytgan bo'laman. Profilga obuna bo'lib qo'ying, poddershka qilib turishingiz esdan chiqmasin. Ha.